Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun inshaalloh darsimizda foydalanuvchilar bilan ham API orqali ishlashni ko'rsatamiz. Bu narsa bizga nima uchun kerak? Avval tushuntirishga kerak edik. Ushbu holat bizda, ya'ni boshqa bir backend tomonidan baza tuzilgan. Endi siz ishga kirganingizdan keyin ma'lum bir anaqa asosida baza tuzilgan va sizga aytyaptiki, biza mijozga qo'shimcha xizmat sifatida aytyaptiki, qo'shib bermoqchimiz. Ya'ni botga qanaqadir start yoki boshqa bir narsani bosganda unga polniy foydalanuvchilar ro'yxatini chiqarib bersin. Ya'ni qaysidir foydalanuvchining ismini bosganda o'sha foydalanuvchining ismi, email, kompaniyasi va xil ma'lumotlarni chiqarib bersin desa, o'sha holatlarda ishlatishingiz uchun biz sizga beramiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? E'tiborga qarating, biz Axios'ni install qilib olamiz. Axios install qilish mana bunda, mana npm install dependencies Axios bo'ladi. Install qilganimizdan keyin bo'lsa, biz ishni boshlaymiz. Ya'ni yozaman bot.onStack'da, ya'ni start bo'lganda, ya'ni e'tiborga qiling, botda siz start yoki boshqa bir narsa qo'shingiz ham bo'laveradi. Bu aytyapti welcome to the COVID-19 bot deyapti. Qaramiz, qarang. Bu ham baribir ID biza const chat ID da olamiz va botga aytamizki bot nuqta send message va chatning ID'si yo'q, bizga unaqa emas. Bironta misol uchun foydalangan komandalarni qidiruvchi yoki foydalanuvchilar ro'yxatini ko'rish uchun ro'yxatda deb berdik. Mana bu holatda bo'lsin. Mana shu yetadi bizga bu. Endi bu bir anaqa qiladi, ya'ni foydalanuvchi ro'yxatini ko'rsatib beradi botimiz, lekin bu narsani botda ishlatmaymiz, xavotir olmanglar. Bir ishlatadigan joyi bor. Shuning uchun Ctrl X qilib olaman va API bilan ishlash uchun esa biza try catchdan foydalanamiz. Buni mendan ham yaxshi bilasizlar, ya'ni catch nimaga, u nimaga, misol biz error ham qo'yib qo'yishimiz mumkin, lekin bizga kerak emas. Bu bizga avtomatik botdan aytish kerak. Send message chat ID error yoki API bilan bog'lanishda xatolik yuz berdi bo'ladi va bu yerda yozamiz. Endi nimadan boshlaymiz? Birinchi navbatda const response thing Axios nuqta get, ya'ni get so'rovi va undan keyin esa aytishimiz kerak bo'lgan narsa Axiosda, ya'ni qanaqa ma'lumot kelish HTTPS va bo'ladi, lekin mana bu yerda backend JSON placeholder nom qo'yganman, tayyor qilib shuni olib turib qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Albatta video ostida ushbu link ham bo'ladi inshaalloh mana bu holatda. Lekin backend, ya'ni API bilan ishlashda eng qulay narsa nima? O'zingizga savol bering. Agar bilsangiz kommentariyaga avval yozing nimaligini, keyin davom etib keting. Men javobni hozir aytaman. Bu, ya'ni bu async va await hisoblanadi. Async ning vazifasi va bu yerda await esa mana shu joyda bo'ladi. Ya'ni await, ya'ni kutish rejimi hisobida bo'ladi desak ham bo'ladi. Ya'ni kutib turadi ozgina. Va bizga aytaylik users thing response ichidagi data, ya'ni response ichida bir dunyo ma'lumot keladi va unda faqat datasini olamiz. Buni albatta frontend tomonlama ham juda ham ko'p ko'rgansizlar. Chunki ko'proq amaliyotda teacherlar shundan foydalanadi. Shu yerga qo'yamiz va endi biz bitta funksiya tuzib olamiz. Loop operator sifatida let buttons button yo'q, xato yozdim o'zim. Mana buttons bizda array bo'lmaydi albatta. Biz shu yerda o'zi davom ettiramiz, ya'ni usersni map qilgan va userdan olgan. E'tibor bering, mana bu yerda return qilgan array ichida text nuqta user qilyapti. Buni shu usul ham bor. Yana bitta usuli bor. Shu yerda o'zi turibgacha qavs ochasiz va
title'sini return qilgan user va username desa mana shu narsani qaytarib beradi bu. Yaxshi, zo'r. No. Mana buni yoqamiz mana. Lekin mana bu holat menga sal neudobniyroqda. Buni qanday qilamiz? Buni user deymiz, pastga chiziqqa userning id'si bo'ladi. Shu orqali biz uni anaqa qilsa bo'ladi, tanib olsa bo'ladi. Va endi biza esingizda bo'lsa kopiya olib qo'ygan edik-ku, mana bu. Yo'q, o'chib ketib qoldi mana. Biza bot.send message foydalanuvchini tanlang. Reply chat ID bor, foydalanuvchini tanlang va reply markup inline keyboardga shunchaki buttonsni berib yuborsak bo'ldi, tapatar. Mana. Bo'ldi. Hozircha tayyor. Ko'rishimiz kerak albatta. Biz ishlayapti yo'qmi server npm run deb botga o'tamiz, startchani bosamiz va kutamiz. Mana ko'rdik, mana foydalanuvchini tanlang va qator turibdi bular. Ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli? Любой bittasini tanlasa nimadir ish bajarish kerak. Bu qism bo'ldi. That's all. Bu yerda ishimiz qolmadi. Tabriklayman sizlarni. Endi seriozniy joyga o'tsak bo'laveradi. Seriozniy qismiga mana endi o'tamiz. Bu yerda esa bu seriozniy qismi qani unda boshladik dedik. Bot.on ya'ni tinglash. Code query asinxron holatda ishlaydi bu ham. Async va awaitni yaxshi bilmasangiz, maslahatim yaxshilab o'rganib oling, chunki bu juda sizga problemlaringizni oldini olishga yordam beradi. Const chatning id'si mana bu bu tayyor qilib berdi o'zi, bu bo'lmaydi bizga. Chatning id'sini olgan va aytishimiz kerak bo'lgani yana bir narsa, chat id'si va message id'sini olsak, bu kerak emas, keyingi darsda o'tamiz uni. Try va userning id'sini olishga e'tibor bering. Const misol uchun userning id'si teng bo'ladi, ya'ni query ichidagi datadan qilib olsak ham bo'ladi. Bu variant. Keling bundan oldin bitta ish qilaylik, biz xatolik qilib qo'ydik hozir. If agar kelayotgan query ichidagi data start with, ya'ni boshlanishi user bilan boshlansa, ya'ni aynan user bilan boshlangan id jo'natilsa degan ma'noda, jo'natilsa nima qilsa? Ya'ni const userning id'sini teng qilgan, ya'ni queryning ichidagi dataning ichidan split qilib olgan, ya'ni splitning vazifasi kesib olgan, qirqib olgan. Nimani qirqib olsin? Nimasiga qarab qirqib olsin yoki nimasiga qarab olsin? Yoki endi bu asosiy vazifa, adashmasam array ham qilib beradi. Mana bunday holatda qilib bering. Ya'ni birinchini olib bering. Va bu ikkita array chiqaradi. Birinchi array o'sha user bo'ladi, ikkinchisi esa uning id'si bo'ladi. Va uni o'rtasidan array holatda olganda bu chiziqcha orqali farqlab oladi. Ya'ni tushungan bo'lsanglar. Mana endi birinchisini oladi. Va endi shu yerda o'zidan biza bismillah deb try va catchni ham ishlatamiz. Error va bilan bog'lashda xatolik yuz berdi. Endi savol nimaga san ikkita joydan bir xil ma'lumot yozyapsan deyishlar mumkin. Yo'q, men boshqacha yozsam bo'ladi. Ya'ni ma'lumot topilmadi, ma'lumot olishda xatolik yuz berdi desam bo'ladi. Temporary O'tga bitta bunday qilib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Mana o'ziga qulayini foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi try ichida hamma yoq qilib oldik, lekin userlarni hal olib kelmadik. Buning uchun const response barobar, ya'ni await sababi bitta anaqa bilan ishlaymiz, ya'ni backendda, ya'ni get so'rov jo'natgan va o'tda shunga e'tibor bering. Mana bu JSON placeholderda orqasiga id'ni qo'yib qo'yishimiz kerak. id'ni jo'natgan. Mana id'ni jo'natadi. Endi id jo'natgandan keyin bo'lsa biza datani olishimiz kerak. User data va foydalanuvchi mana shu name chiqaryapti. Zo'r. Bu yaxshi. Ya'ni mesela chat id userning ma'lumoti. Foydalanuvchi chiqaryapti. Qo'shimcha qilsangiz ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Menda biroz tayyori bor. Buni hozir olaman. O'z buni yozib sizlarga vaqtida ketkazgim kelmayapti, o'shaning uchun. Mana bu holatda, ya'ni ismi
userning name, email mamnaqa, kompaniyasi mamnaqa, company name chiqadi. Bo'ldi. Agar qo'shimcha ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda yaqinlashtiraman. Keltirilgan. Email, name, street, ko'chasi, geolocation, city'si hamma yog'i bor. Ya'ni joylashuv geolokatsiyasigacha. Bu zo'r bu. Biz endi buning orasida nimasi tursa bo'laradi. Bizga hozircha shundan olib turibmiz endi kompaniyasi nomi company name degan joy bormi yo'qmi bilmayman. Va bo'lishgan mana company va name mana bu kompaniyasi nomi. Misol uchun catch prices, bisi, har xil holagan xullas bor. Tayyor shu. Endi nima qilamiz? Bizga catch tayyor va o'tgan darsda o'rgangan oxirgi xususiyatimiz nima edi? Qani, eslab ko'ringlarchi. Appa, mana bu g'alamis yordamchi menga chiqarib ham qo'ya qoldi. Sal ham o'zim ham qiynaman. Bo'ptimi? Mana. Tayyor ekan. Ko'ramiz. Start. Nima bittasini bosamiz? Appa, mana ko'rdingizmi? Ismi, email va uni ishlatgan joyi kelib chiqdi. Zo'r. Shunaqa qilishni xohlashingiz mumkin. Ya'ni men put mijoz tanlagandan keyin qolgan ma'lumotlarni o'chirib olaman. Deyishingiz mumkin misol uchun. Xohlasangiz agar shunaqani buni send message ni o'zgartirasiz. Ya'ni bu esa ya'ni nima bo'ladi? Bu ya'ni edit bo'ladi. Edit message text olasiz. Va bu yerda ahamiyat qiladi. Bu o'zidan tashqari, ya'ni boshqa bir ma'lumotlar, ya'ni chat ID'sini birinchi olmaydi u, sizdan chiqarib qo'ymaydi. U birinchi ma'lumotni oladi. Ya'ni nimani o'zgartirishni oladi bu. O'zgartirganingizdan keyin ikkinchi qatlamiga array ochasiz, ya'ni obyekt ochasiz. Obyekt esa chatning ID'si, bizda chatning ID'sini olganmiz, esingizda bo'lsa mana. Undan keyin esa message ID'sini oladi. Ya'ni bu query.message ni oladi mana. Message ID. Va undan keyin esa parset mode, ya'ni bu markdown, bunga to'liq to'xtalamiz va qaytarish uchun esa reply markup, ya'ni bosh menyuga o'tish yoki boshqa bir narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bizning mavzuyimiz bu mavzu emas, ya'ni asosiy vazifa API'lar bilan ishlash bo'lganligi uchun prostorgacha qabul qilib qo'ysangiz, u pustoylikni nima qiladi? Qaytarib yuborar ekan. Albatta, bu holatlar yaxshi. Va bitta virgulchani qo'yamiz va bitta bunaqamiz kamayib qoldi. Mana. Yana nimadir kam deyapti bu. Markup tayyor, bu tayyor. Nimadir kammi yana? Yo'q, hamma yo'q joyida. Nimaga bunda qiziq chiqyapti? Chunki mana bu yerdan virgul qo'ymading deyapti. Mana. Bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz xuddi shu holat. Endi ko'ramiz. Hoppa. O'tsak, hoppa, bizda xatolik bor. Bad request qaytdi. Ya'ni qaytadir xatolik qilding deyapti. Endi nima xato qilganimizni o'z topishimiz kerak. Hop, buni bir ko'rish kerak. YouTube dars, bla utilities.jsda va how deyapti. Tugonlardan biri yo'q bo'lishi uchun nima xatolik qildik? Yoki messenjer to'g'ri bu. Yo'q, bizda hamma yo'q joyda. Nima xatolik bo'ladi? Xatolik o'zi yo'q. Hisobida o'zasi chiqmasi kerak. Promise snap'da. Keling tekshiramiz. Hop, start with to'g'ri. Undan keyin const to'g'ri. Try response array olyapti. Undan keyin user mana shu joyga to'g'ri. Endi buni pastda bizda xato chiqaradi. Bot edit message text to'g'ri. Va unda bossam aytadi. Ya'ni textni jo'nat stringda, undan keyin optionslar va boshqa deyapti.
Undan keyin esa obyekt mana shu yerda qayta yozavering bu yoq. Mayli, yozib qo'yamiz qaytadan. O'xshash kerak bo'ladi. Cho'ta nima to. Xo'p, ko'ramiz. Chatning ID'si message, markup, to'poturi, parse module, reply. Like bo'pti, mana shuni yozib turib qo'yib ko'ramiz. Ну, пока пробуем. Opa, mana bo'ldi. Ya'ni biron bir narsa qo'yish bizni xohlayapti. Bosh menyuga qaytish deb, boshqa foydalanuvchini tanlash degan knopkani qo'yishimizni bizdan so'radi. Sun'iy intellekt talabati yordam berdi. Codium. Buni mendan yaxshi bo'lsa kerak ko'pchilik va start bossa yana boshqa yuzerlar kelaveradi mana. Bosh menyu bo'lsa, bu albatta avtomatik start jo'natish kerak. Bu qaytmadi. Sababi nimaga? Chunki uni callback ko'rishda biz startni bermaganmiz. O'shaning uchun. Biz boshqadan start tanlab, boshqa bir foydalanuvchi va uni ham ma'lumoti keldi. Yana boshqasini tanlamoqchi bo'lsak, mana e'tibor bering, ismlarda farq bor. Tanlagan odamingiz o'zi kelib chiqyapti. Bu yoqdan ham bosib ko'ramiz. Mana o'sha, xuddi shu, ya'ni qaysini bo'lsa, men hammasi shuni ishlatyapti mana. O'sha foydalanuvchining polniy anaqasi kelyapti, danliklar kelyapti. Asosiy darsimiz shu edi. O'rtada xatolik chiqqani uchun ming bor uzr so'rayman. Inshaalloh sizlarga darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman.